Operatsiya bo'lmaganmidi ichida? Yo'q, operatsiya. O'rta qiyshaylik bor. Endi to'g'rilaymiz. Bir tomoni qiyshaygan kerak. Chaqaloqlar kattalashgan. Bu pazuxalar hammasi toza. Operatsiya o'tkazsa bo'ladi, ko'ryapsiz. Manimcha travma olgan, sinib qolgan beragan. Shunaqa ham bo'lmaganda hamma xayol как-то. Так, ingichkalashtiriladi. Mana joyi. Pardakiz olamiz. Burun chuchilashtiriladi. Ingichkalashtiriladi, ko'tariladi. Spinkangizdan ozgina uzunroq bo'lib turadi burningiz uchun. Men faqat ochiq operatsiya plastika qilaman. Izi qolmaydimi? Izi bo'ladi, keyin ketadi. Bu ham hali noma'lum, chunki burningiz uchi ko'tarilganda, Shunga qarab. agar mana bu albatta massangiz qoladigan bo'lsa, undan olishi mumkin. Agar burun uchi ko'tarilganda ingichkalashsa, unda tegmaydi.